Aziz kitobxonlar, men sizlarga O'ktam Usmonovning Girdob asarini gapirib bermoqchiman. Bu asarning asosiy qahramonlari Yo'ldosh, Saltanat hamda Aziz. Yo'ldosh bilan Saltanat yoshligida bir maktabga o'qishgan bo'ladi. Yo'ldosh Saltanatga ko'ngil qo'ygan bo'ladi. Saltanat buni yoshlikdagi xoyu havas deb Yo'ldoshga nisbatan befarq bo'ladi. Oradan yillar o'tadi. Saltanat Azizga turmushga chiqadi. Yo'ldosh ham boshqa kishiga ko'ngil qo'yib, boshqa oila qurib ketadi. Oradan yillar o'tadi. Yillar o'tsa, Yo'ldosh ko'chada Saltanatni uchratib qoladi. Oradan shuncha yillar o'tgan bo'lishiga qaramay, Saltanatxon, siz hali ham yoshlikdagidek go'zalsiz deb unga mulozamat qiladi. Saltanat esa undan uyalib yerga qaraydi. Ular uzoq suhbatlashishadi. Yo'ldosh Saltanatni toqqa chiqishga taklif qiladi. Saltanat shu vaqtda Saltanatni turmush o'rtog'i Aziz ish yuzasidan komandirovkaga ketgan bo'ladi. Saltanat bundan foydalanib Yo'ldoshga rozilik bildiradi va yosh bolasini onasiga tashlab Saltanat toqqa borishadi. Ular u yerda o'tirib, sayr qilib, aylanib kelishadi, lekin ikkalari ham oilalariga xiyonat qilishmaydi. Aziz komandirovkadan kelsa, qaytib keladi. Bu orada Azizni negadir kayfiyati bo'lmaydi. Saltanat bu narsadan ajablanadi. Keyin bilsa, Aziz betob bo'lgan ekan, u kasalxonaga tushib qoladi. Lekin Saltanatni yuragiga shubha uyg'onadi. Chunki Yo'ldoshni bojasi bilan Aziz birga ishlashadi. Saltanat o'ylaydiki, hamma narsadan turmush o'rtog'im Azizni xabari bor deb o'ylaydi. Aziz kasalxonaga tushib qoladi. Kasalxonaga Saltanat dadasi va bolasi Behruzjonni yetaklab kirib borishadi. Palata eshigi ochilganda Aziz o'rnidan turib, ularga termilib qoladi. Aziz kitobxon, agar sizga bu kitob qahramonlarning hayoti nima bilan tugashi qiziq bo'lsa, shu kitobni o'qib ko'rishlaringizni tavsiya etaman.